Assalomu alaykum. Aziz muxlislarimiz, hurmatli paspichiklarimiz. Anchadan beri mana sizlarga video obzor qilmagandik. Xudo xolasa mana bugun yana bitta obyektimizni o'z egasiga topshirish arafasidamiz. Xudo xolasa mana shu eshiklarimizni kichkinagina hozir video obzorchasini qilib o'taman. Ko'rib o'zlaringiz baho berib o'tasizlar degan umiddamiz. Hurmatli mijozlarimiz, hozir men sizlarni bu yerda qilingan ishlar bilan batafsilroq tanishtirib o'taman. Bu yerda ishlatilgan Krashen MDF eshiklar, kraskasi duokomponentli gench, mishsov, oliy sortda ishlatilgan. Abdan eshiklarimiz 22 MDF dan tiyaga abdan eshiklar, marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Eshikimiz modeliga keladigan bo'lsak, 166-model katalog bo'yicha katta, to'liq ko'z. Bu eshiklarimizda ayniqsa mana bu vitraj oynalar o'zgacha ajoyib hid bag'ishlab turibdi. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Bu yerda ishlatilgan yana 166-model bo'yicha kulofoy eshiklar, rover uzorlari bilan sanuzel eshigimiz ham MDFdan qilingan. Bemalol xizmat qilib beradi. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Bu yerda qilingan ishlardan yana biri bu MDFdan plintushlarimizdir. Marhamat ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Qisqacha video obzorimiz shundan iborat edi. O'z fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Kerakcha qizdirib tayyorlashni unutmang. Bizni kuzatib boring. Chiroyli obyektlarimizni yana bizlar video obzor qilishni davom ettiramiz.